Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz oldingi qitim o'rganganlarimizni qanday tatbiqlash haqida to'xtalamiz degandik. Biz bugun mushu masala haqida sizlar bilan bir paranglashib boqaylik. Mening bu tatbiqlashni maxsus tema qilib tanlashimning unda bir qancha sababi bor. Birisi, har qanday bilim, mayli qanday bilim bilishidan qat'iy nazar, u ma'lum bir masalani hal qilishi lozim. Chunki bilimning xarakteri shu. Bilim masala hal qilish uchun ondan bilim. Agar bir bilim ma'lum bir masalani hal qilmasa, amaliyotda tatbiqlanmasa, ma'lum qiyinchilikning ochqichi bo'lanmasa, o vaqtda bu bilimni egallaganning ahamiyati bo'lmaydi. Masalan biz bir ombani bug'doy bilan to'shquzliq deylik. Agar qo'zg'imiz ichib qolgan vaqtda yoki ehtiyoj tug'ilgan vaqtda biz bu bug'doylarni ichib un tortib, uzuqlik qilib iste'mol qilmasak, o vaqtda bu bug'doyni ombaga to'shqizib qo'ygandan hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Shunlashqa bizning bu farzand tarbiyasi haqida so'zlamoqchi bo'lganlarimiz agar bir bilim yoki usul deyishga to'g'ri kelsa, buningdagi maqsad bu orqali masala hal qilish. Ya'ni tarbiya jarayonida yo'liqqan masalalarni hal qilish va shu amaliyotga tatbiqlashdan iborat. Shunlashqa ota-onalarning avval mushuni maqsad qilishini tavsiya qilaman. Endi ikkinchi sabab bu temani tanlashimning. Ben bunday bir shikoyatni uchratdim. Ota-onalar ba'zi darslarni olgandan keyin yoki farzand tarbiyasiga munosabatli ba'zi kitoblarni ko'rgandan keyin, albatta bu kitobda o'lchamlik yoki ko'ngildagidek narsalar so'zlangan bo'lg'achqa, ammo reallik unda qolmag'achqa, buni oilada bolalarga tatbiqlagan vaqtda ma'lum masalaga duch kelsalar darhol bu kitobda undoq degan bilan bu kitobdagidek tarbiyalanib bo'lmaydi ekan. U muallim bunda so'zlagan bilan amaliyotda buni ishlatgan vaqtda u so'zlagandek bo'lmaydi ekan. Shunga dars anglagandan, o'rganish qilgandan hech qanday ahamiyati yo'q ekan deb o'rganganlarini yoki bu haqdagi bilimni to'liq inkor qiladigan bir pozitsiyani uchratdim. Bu to'g'ri emas. Mana bu ikki sabab tufaylidan men bu tatbiqlash masalasi haqida ota-onalar bilan ba'zi nuqtalarni bir o'rtoqlash kerak ekan deb o'ylab qoldim. Endi o'rtoqlashadigan birinchi nuqta. Biz o'rganganlarimizni qaysi masalani hal qilish uchun tatbiqlaymiz yoki o'rganganlarimiz bilan biz qaysi masalani hal qilamiz? Birinchi nuqta shu. Ya'ni eng avval qalbimizda muayyan bir masala bo'lmagan vaqtda, o vaqtda o'rganganlarimizni qayerga qanday tatbiqlash haqida hech qanday yepishib olmaydi. Biz obrazliqroq o'xshatsak, siz bir bozorga chiqdingiz. Agar bozorga ma'lum bir narsani sotib olishni maqsad qilmay, bozor aylanib kelaychi deb chiqqan bo'lsangiz, siz bozorni bir kun aylansangizmi, bir narsa sotib olmasligingiz mumkin. Yoki sotib olib kelgan narsangizdan kechda ko'nglingiz ochilmasligi mumkin. Chunki u asli sizning planingizda emas. Shundan sizning bir kun vaqtingiz bozorda o'tsimi, ammo bozorda nimalarni ko'rdingiz deb so'rasa kechda. Hatta esingizda aniq ba'zi narsalar qolmasligi mumkin. Ammo aksicha, agar siz bugun bir oyoq sotib olaman deb chiqdingiz deylik, o vaqtda siz do'konga kirgan vaqtda yoki bozorga chiqqan vaqtda sizning eng avval diqqatingiz tizib qo'ygan oyoqlarga tushadi. Chunki sizning nishoningiz nihoyat aniq. Oyoqqa munosabatli uchurlarni avval o'qiysiz, oyoqlarni avval ko'rasiz. Shuning bilan sizning vaqtingiz tejiladi, maqsadingizga tezlik yeta olasiz. Xuddi o'rganish qilish, kitob o'qish amaliyotda shunga o'xshaydi. Agar siz mesela balamның o'rganish qilgan vaqti diqqati toza markazlashmaydi. Yoki balam sal qo'rqinchoq, o'ziga bo'lgan ishonchi sal tuvan. Yoki topshiriqqa toza astoydil emas. Yoki kitob o'qishga toza qiziqtira olmayapman deganga o'xshash tarbiyada konkret bir masalangiz bo'lsa, uchrayotgan. Andan keyin siz dars anglaganda yoki kitob o'qiganda siz uchirgan bu masala darhol sizning mingingizda bir inkas paydo qildi. Shuning bilan o'rganganlaringizni yoki o'qiganlaringizni darhol tatbiqlay olasiz. Qaysi masalani hal qilish haqida kallangizda yipuch paydo bo'ldi. Agar hech qanday masala bo'lmasa, siz o'qisangizmi, o'rgansangizmi, balkim o'qiganlaringizni men nimaga ishlataman? Men qaysi masalani hal qilaman degan mushu savolning o'zingiz javob berolmasligingiz mumkin. Shunlashqa bu tatbiqlashda agar biz masalani qancha baldirib bekita olsak va aniqlay olsak, andan keyin u masala haqidagi ochquch eng avval bizning diqqatimizga kirdi va uni ishlata olamiz. Xuddi agar biz qulupni aniq bila olsak, o vaqtda ochquchni topgan hamon bu qulupni salalaymiz va ocha olamiz. Endi ikkinchisi, bu nihoyat muhim nuqta. Ya'ni o'rganganlarimni men kimlarga tatbiqlayman? Men bu yerda kimlar deganim albatta bizning farzandlarimiz. Endi farzandlarimiz hammasi o'xshanda birisi-birisiga o'xshamaydi. Hatto biz ota-ona bo'lib sübutimiz bilan bir uydagi o'zimizning bolalarining bir qancha bolamizning birisi-birisidan nihoyat farq qilinganligini aniq his qila olamiz. Mijoz xarakter jihati farq qilinadi. O'rganish alaylik jihati farq qilindi, turmush odati farq qilindi. Ya'ni farqning bor ekanligida gap yo'q. Masalan, jins jihati farq qilindi. Birisi o'g'il, birisi qiz. Unda siz kitobdan o'rgangan yoki darsdan anglagan ma'lum bir bilim yoki ma'lum bir usulni siz uyingizdagi hamma bolaga o'xshash tatbiqlasangiz. Undan keyin bir bolaga tatbiqlaganda unum bergan usul, ikkinchi bolaga tatbiqlagan vaqtda unum bermasa, vaqtda bu usul xato ekan, unumsiz ekan, buning foydasi yo'q ekan desak to'g'ri bo'ladimi? Albatta to'g'ri bo'lmaydi. Masalan deylik, bir bolamizni ilhomlantirsak, uninga nihoyat unum berishi mumkin. Maqtsak nihoyat ta'sir qilishi mumkin. Qilgan ishlarini texnik yaxshi qilishi mumkin. Ammo yana bir bolamizni "Meni maqtsam nihoyat foydasi bo'ldi" deb yana bir bolamizni maqtsaqchi. U chaqda u maqtsaqda uchib ketishi mumkin. Ya'ni maqtash aks ta'sir berishi mumkin. Aksicha azroq tanqidlasak, u texnik tirishishi, balkim tanqidlash unga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
O vaqtda tanqidlash to'g'rimi yoki ilhomlantirish to'g'rimi degan bir savolga duch kelamiz. Masalan, mushu misolni nazarga olgan vaqtda tanqidlash va ilhomlantirish har ikkilisi o'z o'rnida tadbiqlangan vaqtda, o'z obyektiga tadbiqlangan vaqtda to'g'ri. Shunlashqa biz ilhomlantirish ma'lum bir bolaga esqatmasa, ilhomlantirish qat'iy xato ekan desak, maqtash ma'lum bolaga esqatmasa, maqtashning hech nimaga foydasi yo'q ekan desak, yoki ma'lum bir bolani jazolab qo'ysak, bu jazolash esqatib qolsa, barliq bolalarni jazolash lozim ekan deb xulosa chiqarib olsak, bu qat'iy to'g'ri bo'lmaydi, ilmiy bo'lmaydi. Shunlashqa biz o'rganganlarimizda cho'qim men buni qaysi bolamga tadbiqlayapman, bu balamda boshqa bolalarimga o'xshamaydigan qanday farqlar bor deganni nazarga olishimiz lozim va bu farqlar bizning tadbiqlash usulimizga, pozitsiyamizga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Biz reallikda nurg'un ata-onalarning o'xshash bir usul haqida yoki o'xshash bir usulning unumi haqida butunlay birisi-biriga qarama-qarshi baholarini jib uchirtamiz. Bir ota-ona deyishi mumkin, men balamni nihoyat chin tutgandim, dars natijasi nihoyat yuqori ko'tarildi, bak foydasi bo'ldi deyishi mumkin. Ammo yana bir ota-ona men chin tutgandim, aksicha chekinib ketdi, sal qo'yib etgandim, nihoyat foydasi bo'ldi deyishi mumkin. Shunlashqa meningcha bu yerdagi masala u bilim yoki usulning to'g'ri xatoligi emas. Balki shu bilim yoki usulning to'g'ri obyektga tadbiqlangan yoki tadbiqlanmaganligida. Biz masalaga bunday qarashimiz lozim. Shunlashqa bu nuqtada men ta'kidlaydiganim, biz unutib qolmaydigan bir muhim qoida. Bolalar xuddi tuproqqa o'xshaydi. O'xshamagan tuproq, o'xshamagan o'g'it talab qilganga o'xshash, o'xshamagan bolalarni o'xshamagan usul va chora talab qildi. Farzand tarbiyasida hamma bolalarga mos keladigan cho'ng prinsiplar va cho'ng qoida bo'ldi. Ammo hamma bolaga mos keladigan kichik usul va choralar bo'lmaydi. Bu usul va choralar ota-onalarning o'zining farosati va didi orqali ishlab chiqariladi. Endi 3-nuqta, biz bu bilimni qaysi usulda tadbiqlayapmiz? Ya'ni usul masalasi. O'xshash bir usulni agar dada tadbiqlasa, boshqacharoq natijaga erishsa, ona tadbiqlasa butunlay aksicha bir natijaga erishishi mumkin. Xuddi shuningdek, agar o'qituvchi qo'llangan bir usulni bu asqatadigan deb biz qo'llansak, u o'qituvchi erishgan natijaga erishamasligimiz mumkin. Demak, o'xshash bir usul yoki o'xshash bir bilimni o'xshamagan odamlarning qo'llanishi bilan butunlay o'xshamaydigan natijalarga ega bo'lamiz. Masalan, deylik, biz doktor bizga bir dori yozdi. Dori yozgandan keyin biz dorini olib uyga qaytdik. Dorining qepida qanday ishlatishning usuli bor. Balkim tomoqdan keyin yoki baldur yoki issiq suv bilan yoki sovuq suv bilan iching deydigan. Agar biz bu usullarga qilcha diqqat qilmasdan, farimiz olmasdan, o'zimiz bilgancha iste'mol qildik. Andan keyin bu dori foyda qilmasa, biz bu dori faqat foyda qilmaydi ekan deb xulosa chiqarsak to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'lmaydi. Bu yerdagi masala dori emas, balki biz qo'llangan usulning to'g'ri bo'lmaganligida. Hamda 4-muhim nuqta, o'rganganlarimizni qaysi muhitda va qaysi vaqtda tadbiqlash masalasi intayin muhim. Muhit deganimiz bizning atrofimizda o'rab turgan tashqi sharoitdan iborat. O balkim oila, hatto kichik konkret bir sorun. Masalan, bizning uyimizga qo'shnilarimiz yetlab keldi deylik, et kuni. Uyda mehmonlar bor. Shu vaqtda bizning bolamiz tuyuqsiz, nihoyat adabsiz qiliqdan birini qildi mehmonlarning oldida. Shuning bilan biz darhol naq maydonda bu bolaga nihoyat koyib tarbiya qilib ketdik. Cho'nglarga hurmat qilishning undaq go'zal axloq ekanligi, bunun nihoyat qattiq adabsizlik ekanligi, buni diqqat qilish kerakligini so'zlab ketdik. Aslida bizning deganlarimiz, so'zlaganlarimiz hech qaysi xato gap emas. Hammasi to'g'ri gap bo'lishi mumkin. Ammo biz bu bolani mehmonlarning oldida tanqidlaganligimiz uchun, shularning oldida tarbiya yapganligimiz uchun bola bu tarbiyani anglash emas, balki aksicha ichida qarshilik paydo bo'lishi mumkin. Hech bo'lmasa, qancha bo'lsa-mu mehmonlar chiqib ketgandan keyin desa bo'lmamdi deb o'ylab qilishi mumkin. Biz o'ylaymiz, men to'g'ri gap qildim-ku, xato gap qilmadim. Ammo gapimiz to'g'ri bo'lgan bilan, bu gapimizni qilgan muhit to'g'ri emas. Muhit muvofiq emas. Unda bo'lgandan keyin bu usulning u xil muhitda biz ko'zlagan maqsadga yetkazolmasligi turganligi gap. Bu nuqtada aytgan vaqtda ata-onalarning sorunga va vaqtga, muhitga diqqat qilishi intayin muhim. Bu haqda biz texnik konkret, texnik jiq misollarni keltira olishimiz mumkin. Ammo biz buni keyin oila muhiti qanday bo'ldi degandek temalarda texnik tafsiliy to'xtalganligimiz uchun hozir mushinchilik so'zlar kifoya qilamiz. Endi oxirida ta'kidlaydigan nuqta, ya'ni 5-muhim nuqta, shu ijtimoiy fan tadqiqot natijalariga qanday muomala qilish masalasi. Endi men bundan keyingi leksiyalarimda shu psixologiya, pedagogiyadagi shu bolalar tarbiyasiga munosabatli nurg'unlagan tadqiqot natijalarini so'zlayman. Va bu tadqiqot natijalarini mumkin qadar farzand tarbiyasi amaliyotida qanday tatbiqlaymiz degan masala haqida o'zimning ko'z qarashlarini sizlar bilan o'rtoqlashaman. Ammo endi bu psixologiyada, pedagogikada bu o'tirib qo'yilgan kitoblarga kirgizilgan bu tadqiqot natijalari, tajribalar mutlaq bir haqiqatni ifodalaydi degan bir savol bor. Mana shu nuqtada ata-onalarga mening saymanlarga solmoqchi bo'lganim,
ijtimoiy fan natijalarining hech qaysisi mutlaq va shartsiz emas. Har bir ijtimoiy fanda, mayli psixologiyada, mayli jamiyatshunoslikda, siyosatda, hatto xalqaro munosabat ilmlarida birisi-birisiga butunlay zid, o'xshamagan iqimlar, nazariyalar, nuqtai nazarlar mavjud. Har bir nazariya, har bir iqim o'ziga munosabatlik soha va o'ziga munosabatlik masalani tushuntirish kuchiga ega. Uning shu masalalarni tushuntira olganligi, shu masalalarni hal qilish haqida ma'lum choralarni o'tirib qo'ya olganligi, ularning ilmiyligi va to'g'riligi. Ma'lum bir nazariya agar o'z o'rnidan yo'tkilib yana bir sohaga tatbiq qilinib unumi ko'rilmasa, bu nazariyani xato ekan, tuturuqsiz ekan degili olmaydi. Eng muhimi, u nazariyani yuqorida qayta ta'kidlaganimga o'xshash qandoq tushunish va tatbiqlash masalasi. Masalan, balalik davri ko'pincha ig'ir besimda, ota-onasining yoki o'qituvchisining yoki cho'nglarning xo'rlishi bilan, tan jazosi bilan o'tgan bolalarning psixik sog'lomligining toza yaxshi bo'lmaydiganligi, ularning bir xil zo'ravonlikqa moyil bo'lganligi hozir psixologiya tajribalaridan jiq o'tgan bir yakun. Gerçi psixologiya bu xil yakunni o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, o'zining son-sanoqsiz tadqiqot natijalari orqali bu deganlik mushu xil muhitda cho'ng'igan bolalarning hammasi psixologiya jihatda, psixik jihatda butunlay tugishidi. Chuqum zo'ravonlik yo'liga mangadi, chuqum jinoyatchi bo'lib ketadi deganlikmi? Hargiz undaq emas. Chuqum ayrimlik mavjud. Masalan, bolalarning dastlabki 3 yili ularning bir ömürlük yetilishi uchun mayli jismoniy jihatda va mayli psixologik jihatda intayin halqiliq hisoblanadi. Ammo buning intayin halqiliq hisoblanganligiga qarabla, mushu 3 yil vaqtni agar siz ching tutamsangiz yoki sal qarasangiz, u vaqtda sizning bolangizning bir ömür hayoti mushuning bilan vayron bo'ldi. Sizning bolangiz shuning bilan to'liq kog kelmaydi deyish to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Chunki inson psixik jihatdan aytganda intayin evrishim bir maxluq. Her vaqt asliga kelish ehtimolligi va kuchi bor. Shunlashqa bu sohadagi hukmlarni, yakunlarni bir mutlaq haqiqat deb o'ylab olish, xuddi ijtimoiy fan yakunlariga, tabiiy fan yakunlariga o'xshash bir haqiqat deb qarab olish to'g'ri emas. Shunlashqa oxirgi hisobda yanala bu ilmlarni tushunish va tatbiqlash ota-onalarning farosati va ditiga bog'liq. Shunlashqa ota-onalar bu nazariyalarni o'rganganda, bu tadqiqot natijalarini xabardor bo'lgan vaqtda nihoyat jonliq bo'lishi, farosatli bo'lishi, nihoyat diti kuchlik bo'lishi lozim. Agar bizning o'rganganlarimizning hammasi emas, bir qismini tatbiqlasak, asqatib qolsa, menimcha shuning o'zi nihoyat yetarli. Yana qayta ta'kidlayman. Ota-onalarning o'zining farosatli bo'lishi, bu ilmiy masalalarga qanday muomala qilishni bilishi bu masalaning ochqichi. Masalan, sal qo'yib o'tish kerak desa, butunlay kor bo'lmaydigan, chin tutish kerak desa, siqib oladigan, tanqidlash kerak desa, haqoratlaydigan, maqtash kerak desa, uchirib o'tadigan bo'lib qolsak, o vaqtda bu xil bo'lumsizliklar bizning o'rganganlarimizning unumini to'liq yo'qqa chiqarib o'tadi. Hatto ota-onalar nurg'un kitob o'qib, nurg'un dars anglab, nurg'un bilimlarni o'rgangan bo'lsa-mu, ammo o'zining shu tatbiqlashdagi bo'lumsizligi sababidan bolaning chapiqini olaman deb ko'zini qarg'ib qo'yishi mumkin. Bugun so'zlaganlarimni men qisqacha qayta bir xulosalab o'tay. Bilim egallashning maqsadi tatbiqlash. Farzand tarbiyasi haqidagi bilimlarga o'xshash. O'rganishimizdagi maqsad u orqali tarbiya jarayonidagi masalalarni hal qilish. Tatbiqlash davomida biz bunda bir qancha nuqtada diqqat qilamiz. Ya'ni qaysi masalani hal qilish uchun tatbiqlayapman? Kimlarga tatbiqlayapman? Ya'ni tatbiqlash obyektim kim? Qaysi usul bilan tatbiqlayapman va qanday sharoit, qanday vaqt, qanday muhitda qilyapman? Andan keyin ijtimoiy fanlarning yakunlari hech qaysisi mutlaq emas, shartsiz emas. Ular evrishimlikka va elastiklikka ega. Menimcha ota-onalar yuqoriqilarni esida ching tutgan vaqtda o'rganganlarini balkim tatbiqlashda xatolashmasligi, texnik yuqori unumni qo'lga keltira olishi mumkin. Hammalarga rahmat, ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.